Assalomu alaykum obunachilar. Hozir biz do'konga keldik. Mana do'konning narxlarini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, narxlarimiz hozir eng patologik narxidan jinday arzonlab qoldi. Mana bu kapalaklarimiz bor hozir 4 million, 4,5 million, 5 milliongacha bor. Mana shu turudan 5 milliongacha mana shular. Hop, barter fleshlarimiz bor. Barter fleshlarimiz 930 mingdan 920 minggacha. Narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu hammasi barter fleshlarimiz. Oyna borligi uchun xiraroq ko'rinyapti. Tushunasizlar, o'zlaring endi hammasini bittadan olib chiqib video qilib bo'lmaydi. Turkman boshlarimiz 3,5 milliondan 4 milliongacha bor. 6 millionga sirg'asi o'zigi bo'ladi. Hop, yana yelpig'ichlarimiz bor mana. Yelpig'ichlarimiz 3,5 milliondan 4 milliongacha. Bitta narsa, qanday narsa zakaz qilsalaring, YouTube'da ancha narsalarimizni qo'yganmiz. YouTube'dagi agar narsalarimiz hozir qo'ygan narsalarimiz yo'q bo'lsa, YouTube'dan olib turib bizga rasmini Telegramdan screenshot qilib tashlasalaring, topib beraveramiz. Topib xizmatini aytamiz, olib turgan narxlarimizni aytib beramiz, xizmatini bersalaring, olib borib beramiz. Keyin narsalarni sotsalaring ham masalan vodiy bo'ylab dastavka qilib olib kelaveramiz o'zimiz. Yo'lda qilib olmoqchi bo'lsalaring olib borib beramiz. Dastavkasi pul bo'ladi ama. Bo'ynimiz bor 14,45. 950 mingdan. Spuchkasi ham bor mana. Nima maslahat bo'lsa, kommentariyada yozsalaring, o'shanga qarab sizlar aytgan narsani chiqarishga harakat qilamiz. Narxlarimiz hozir 930 ming bo'lyapti, patolog narximiz. Olishlaring, sotishlaring 750 mingdan o'sha 800 minggacha sotish bo'lyapti. Holatiga qarab. Bu videomiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Do'konimiz ham mana shu yerda. Do'konimiz manzarasini ko'rsataman. Mana do'konimizda assortiment mana shunaqa mana. Nima kerak bo'lsa aytsalaring, qilib beramiz.